Qarasam kelili hayoti bilan bo'lishyapti. Manam qolib ketmaydi. Bir kunlik qizli hayotim bilan bo'lishmoqchiman. Ertalab 8:30-9larda turaman. Turishim bilan zavtrak tayyorlayman. Ukamga shunaqa zavtrak tayyorladim. O'zimizdagi, конечно, zo'r, shikarni zavtrakman. Qolib ketayotgan nonni shunaqa pitsa qilardim. O'zimga kofe damlab olib, ichib, yostirab, bu idishlar hech qachon tugamaydi-da, idishlarimni yuvishga tushib ketdim. Ko'pirtirib, rakovinalarni ham yaltiratib qo'ydim. Keyin qolib ketayotgan mevalar bor ekan, ulardan kompot solib qo'ydim. Qaynab chiqqandan keyin shakar sovardim. Manalar shunaqa qorayib ketgan ekan. Nima qilsam ekan dedim-da, topdim deb marojniy retseptini oldim. Buni retseptini yaqinda qo'yaman, kutib turaydi. Qarasam, hamma joy tojikcha qurtabaqatiga to'lib ketibdi. Manam o'xsharmikan, o'xshamasmikan deb obedga qivardim shuni. Mazasi neobычный ekan. Ovqat qilgan joylarim hamma joyi yoyilib ketgan ekan, kuf-sufdib yig'ishtirib oldim. Pilisos qilib, kuxnyani bir sidirib uborka qilib oldim. Qarasam, bir tali idish mani kutib turgan ekan, ularni ham yuvib oldim. Dazmolni ko'pincha oyim qiladi, lekin rubashkalarni dazmol qilishni yomon ko'rganlar uchun har doim rubashkalarimni tashlab ketadi. Shuning uchun rubashkalarni dazmol qilib oldim. Keyin ukam ko'chaga olib chiqing degdi, ko'chaga olib chiqdim. Kachela uchdi. Keyin xolamnikiga borib jiyanlarimni olib aylantirib, aytganimni qilmay fantan o'ynab, hamma yoqni xolkaga marojniy yegani bordi. Etdi ham kichkina jiyanim rosa topalan. Shu bilan mani bir kunlik kunim o'tdi.